Yorug'lik o'tkazuvchanligi 71% akalar. Sveji tortib qo'yganmiz, ko'rib turibsizlar. Hech qanaqa ruxsatnoma, hech qanaqa tonirovkaga pul to'lamaysizlar. Shuni kelsalar, shunaqa so'zlashli plyonka qurib beramiz. Mana apparatlarimizni o'lchab, xudo xolasa, kelib turishyapti. Ruxsatnomasiz hech qanaqa pul to'lamasdan prosta mana oldi eshigiga va oldi laboyiga qora so'zlashli plyonka qurib qo'yganmiz. Shomdan xalq qaranglar, qanaqangi to'mni turibdi. Undan tashqari quyoshni yaxshigina qaytarib damasimizga qilib berganmiz. Hamyonba bilan urib berganmiz. Oldi eshik bilan oldi labo общий 600 ming so'm. Undan tashqari premium bor 1 million 200 ming so'm. Kelib tanlab mahsulotiga qarab yopishtirib ketsalar ham bo'ladi. Hech qanaqa ruxsatnoma, hech qanaqa to'lovlarsiz standartdan o'tsa bo'ldi. 100% apparatimizni o'lchab beramiz. Xudo xolasa kelganlaringda bemalol videoga olib yoki rasmga olsalar ham bo'ladi. Inshaalloh tonik apparatimizni o'lchab qo'yganmiz. Mana bu Gayla apparatidan bo'ladi. Bilasizlar, eskidan ishlatishgan. Xudo xolasa yorug'lik o'tkazuvchanligi mana 71% chiqdi. Qora so'zlashli plyonka qurib qo'yganmiz. Bitta o'zlaring baho beringlar, Damasga yarashganmi yo'qmi? Narxi 600 ming so'm oldi eshik va oldi laboy. Undan tashqari 1 million 200 ming so'mga bundan-da sifati kuchliroq premiumi bor akalar. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa so'zlashtani hamyonbobidan eng qimmatgacha olib kelib qo'yganmiz. Eng asosiysi, kelsalar apparatimizni o'lchab beramiz. Xudo xolasa ishimizga garantiya beramiz. Xudo xolasa hammasi qonuniy bo'ladi. Eng asosiysi